Bugun sizlar bilan qanday qilib 2 oyda 100 mingta auditoriyani organik ravishda yig'ganimizni keysni razbor qilib beraman. Bu natijani qanday qilganmiz, qanaqa instrumentlar ishlatganmiz, qanaqa xatoliklar bo'lganligini shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, polностью tushuntirib beraman. Bundan tashqari sizlarga bonus bor. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsanglar, o'zingizlarning profilingizda xoh tadbirkor bo'ling, xoh soha mutaxassisi bo'ling, o'zingizlarning profilingizda 3 oyda qanday qilib 10 mingta auditoriyani, birinchi 10 mingta auditoriyani yig'ish bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib ketaman. Men ismim Abbosbek, Brendo marketing agentligi rahbariman. 2020-yildan beri marketing sohasida ishlab kelamiz. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan proyektlar bilan ishlaganmiz, bu yerda ayrimlarini ko'rsatganmiz va bundan tashqari ko'plab loyihalar bilan ishlaganmiz. Bu video kimlar uchun foydali bo'ladi? Shaxsiy brendni yurgizmoqchi bo'lganlar uchun, tadbirkorlar uchun, soha mutaxassislari, aytaylik ingliz tili, rus tili yoki boshqa soha bo'yicha mutaxassissiz siz uchun juda foydali bo'ladi. Va bundan tashqari shaxsiy brendni anchadan beri yurgizadi, 1 yil, 2 yil, 3 yillab, lekin auditoriya yig'a olmayotgan, 3000, 1000ta, 2000ta auditoriya bilan qolib ketayotgan odamlar uchun juda foydali bo'ladi. Birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa, millionlab prosmotrlar va obunachilar yig'ish uchun nimalar kerak bo'lishini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, kuchli xarizmaga ega ekspert. Bu yerda juda ham ko'p narsa ekspertga bog'liq. Ekspert shaxsiyati, uni bilim darajasi, ya'ni ekspertlik darajasi, o'zining sohasida qanchalik darajada mutaxassis. U narsaga ham juda bog'liq. Sizni auditoriya yig'ishingiz yoki prosmotrlaringiz yaxshi bo'lishi yoki sotuvga ta'sir qilishda bu juda ham katta rol o'ynaydi. Ikkinchisi, tajribali jamoa. Agar komanda tajribali bo'lmaydigan bo'lsa, o'zini nima qilayotganini bilmaydigan bo'lsa, u yerda 1000, 100 ta, 200 talab video joylang, bu yerda hech qanaqa rezultat ola olmaysiz. Uchinchisi, umumiylashtirish. Agar sizni auditoriyangiz tor doirada bo'ladigan bo'lsa, tor doirada ishlaydigan bo'lsangiz, siz kontentlaringizni umumiyroq qilib, hamma odamga, misol uchun qiziq bo'ladigan, hamma odamga foydali bo'ladigan qilib berishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, hook. Sound hook bor, visual hook bor, har xil variantlari bor. Men sizlarga hozir bitta variantlarini aytaman, uje ko'rgan videolardan tushunib olasizlar. Misol uchun, kirish qismiga nima bersa bo'ladi? Odamlar nima uchun boy bo'la olmaydi? Bu juda ham qiziq odamlarga. Har kuni 5 soat ishlang, 3 yildan keyin nimadir natijaga erishing. Xato qilmasangiz boy bo'la olmaysiz. O'zbekistonda pul ishlashi top 3 ta usuli yoki O'zbekistonda pul ishlash usullari. Nega siz hali ham 10 ming dollar yig'a olmaysiz? Shu va shunga o'xshash huklar juda ham odamlarga qiziq va siz yaxshigina auditoriya yig'a olishingizga va prosmotrlar ura olishingizga yordam beradi. 5-inchisi, obunachilar kommentariyasiga e'tibor berish kerak. Chunki biz o'sha obunachilardan kelgan kommentariya orqali biz kontent qilganmiz va 8000 ta auditoriya olib kirib bergan. O'sha bitta kontentimiz o'zi 8000 tami prosmotr bo'lgan. Faqat u yerda o'zining muammosini yozgan va biz o'shanga qarab turib kontent qilib berganmiz. Bo'ldi. Odamlar o'zi so'rayapti, biz o'sha narsani kontent qilyapmiz, 8000 ta obunachi olib kelyapti. Endi shaxsiy brend yurgizayotgan odamlarda va endi yurgizmoqchi bo'lgan odamlardagi eng asosiy muammolardan bir nechtasiga to'xtalib o'tamiz. 90% shaxsiy brendni rivojlantirayotgan odamlar birinchi 6 oylikda kontent qilishni to'xtatib qo'yishadi. Uje motivatsiya so'nadi, prosmotrlar kam bo'lganiga, obunachilar kam bo'lganiga yoki savdosiga ta'sir qilmagani uchun birinchi 6 oylikda shunda to'xtatib yuborishadi. Lekin unaqa momentda to'xtatmaslik kerak, chunki muvaffaqiyatli blog yurgizish uchun 1 yil, 2 yil vaqt ketadi. U qisqa muddatda bo'lib qoladigan narsa emas. Imkon darajasida sabr qilib, mehnat qiladigan bo'lsa, yaxshi natijani olsa bo'ladi. Keyingisi faqat prosmotrlarga qarab qolishadi. Prosmotr uchun har xil trend videolar, juda cringe videolar ham qilib chiqishadi. Ko'pchilikni ko'rganman. Yaxshi reputatsiyasi bor insonlarda ham bu narsani ko'rdim va bu yerda uje u insonda emas, ekspertda emas, bu yerda uje mutaxassisda ayb, chunki u odamga shunaqa cringe videolarni qilishni maslahat berayotgan bo'ladi yoki majburlayotgan bo'ladi. Shuning uchun faqat prosmotrlarga ham qarab qolish kerak emas, sizga uje prosmotrdan ham ko'ra sizga kerakli auditoriya muhimroq. Hozir mana ko'rdik, shaxsiy brend rivojlantirayotgan odamlarda nima muammolar borligini. Endi Indiropaga nima ishlar qilib berganimizni ko'rib chiqamiz. Raspakovka qilib berganmiz. Raspakovka 4 soatdan 8 soatgacha vaqt davom etadi va u yerda ekspertda qanchalik darajada mutaxassisligi, shaxsiyati va nima afzallik tomonlari bor, nima ustunlik tomonlari bor boshqa konkurentlardan shu narsalar o'rganib chiqilingan. Va Indiropada kelgan asosiy muammosi yurgizishgan, 50 ming ta auditoriya yig'ishgan bizdan oldin va u yerda nima bo'lgan? Pul yo'q auditoriyani yig'ib qo'yishgan.
sotib olmaydi. Ya'ni ular prosta kuzatib o'tirishadi yoki nimadir bo'lib podpiska tashlashgan, lekin pul to'lash qobiliyatiga ega emas. Pozitsiyani noto'g'ri tanlab qo'yishganligi uchun juda o'sha keraksiz auditoriya kelib qolgan 50 mingta. Aktivlik sekin-sekin tushib borayotgan bo'lgan. Bizga kelgandagi asosiy so'rovi 50 mingta auditoriyasi bor edi va o'sha narsani 100 mingta auditoriyaga ko'tarish. Ya'ni 50 mingta yana auditoriya qo'shib berishimiz kerak bo'lgan. Bu narsani qisqa muddat ichida qilishimiz kerak bo'lgan, chunki oldinda zapusklari bor edi. Bu so'rovlardan keyin A tochkani aniqlab turib, уже B tochkaga qarab harakatni boshlaganmiz, ya'ni 100 mingta auditoriyaga chiqishga. Endi nima ishlar qilganmiz desak, birinchi o'rinda lokatsiya jihatidan boshqacharoq yondashishga harakat qilganmiz, chunki hamma qarasak, rus tili bo'yicha, ingliz tili bo'yicha ekspertlar o'tirib olib prosta gapirishyapti. Biz byudjetliroq variantni qidirib, shu Chorsu bozorida tekinga hamma kontentlarimizni olganmiz. Va bundan tashqari Doniyor bilan kollaboratsiya qilingan. Уже Indiropa bilan Doniyor videolari yaxshi prosmotrlarga ega bo'lgan va yaxshi auditoriya ham olib kirib bergan bizga. Aytgancha Doniyor o'zim shogirdim, o'zim chaqirganman u loyihaga Face bo'lib turib birgalikda videolarga tushib bergan. Hozirgi ekspertimiz bilan ishni boshlangandan keyin, уже rezultatlar bo'lgandan keyin odzivlarini qo'yib beraman. Katta minnatdorchiligim bu, конечно же, Abbos sizga, потому что aynan siz to'g'ri insonlarni, to'g'ri komandani yiqqaningiz sababli biz mana shu, skажем, rezultatga, natijaga egamiz. Siz bo'lmaganingizda komanda ham bo'lmasdi va bunaqa natijalarga ham erishmagan bo'lardik. Barchangizga kattakon rahmat. Endi rezultatlar qanaqa bo'lganini hozir ko'rib chiqamiz. 4 million prosmotrli video qilingan, 15 kunda 50 mingta organikada auditoriya kirgan, 2 oy ichida 100 mingta organikada obunachilarni yig'ib berganmiz. Bitta videomiz orqali 40 mingta auditoriya kirgan. Boshqasida qaysidir bittasida 30 ming, qaysidir bittasida 15 ming, qaysidir bittasida 20 ming auditoriya shunaqa qilib bitta video orqali olib kirganmiz. Va bu raqamlardan keyin kutuv 200% ga bajarilgan. Ya'ni 50 mingta auditoriya ularga kerak edi. 50 mingta auditoriya bo'lsa 100 mingta bo'lardi. Biz 100 mingta auditoriya qo'shib berganmiz va 150 mingta bo'lgan. Hozirgi kunda adashmasam 300 mingga yaqinlashib qoldi auditoriyasi. Va bu kontentlarni chiqarayotganimizdagi bitta zo'r qiziq voqea bo'lgan. Qozog'istondagi katta o'quv markaz, bu yerda videosini ham qo'yib ketamiz. Bizni videomizni birga bir o'zlari kopiya qilib turib olib chiqishgan. Va bundan tashqari rus tili ekspertlari, ya'ni O'zbekistonda topda turadigan rus tili ekspertlari Indiropani kuzatishdan tashqari уже meni storieslarimni ham ko'rishni boshlashgan, chunki men yurgizayotganim boshqa masalalar bo'lib turib, meni ham storiesimni kuzatishni boshlashgan. Bu natijadagi asosiy omillarni keltirib o'taman. Birinchi o'rinda Allohning marhamati, uni peshonasiga yozilgan ekan, bizning peshonamizga yozilgan ekan, shu narsa bo'ldi. Bo'lmasa, biz ming harakat qilganimiz bilan natijaga erisha olmasdik. Ikkinchisi, kuchli xarizmaga ega ekspert. Ekspert kuchli bo'lishi juda ham muhim. Xarizmasi bo'lishi juda ham muhim. Bo'lmasa, ancha qiyin bo'ladi. Uchinchi omillardan biri bu kuchli jamoa, konkretni o'zining sohasining mutaxassislari jalb qilingan. Va to'rtinchisi, asosiy omillardan biri hammaga qiziq bo'lgan yo'nalish. Rus tili yo'nalishi, misol uchun, hamma O'zbekiston miqyosda oladigan bo'lsak, juda ham ko'pchiligiga qiziq. Kimdir rus tilini o'rganishni xohlaydi yoki kimdir rus tilini umuman bilmaydi. Unga nimadir o'rgatadigan bo'lsangiz, yaxshi va oson qabul qiladi. Mana Indiropani profillarida nima ishlab berganimizni hozir ko'rib chiqdik. Endi sizga bitta yaxshi rad etib bo'lmaydigan taklifim bor. Ya'ni siz uchun maxsus 3 oyda 10 mingta auditoriya yig'ish bo'yicha maxsus strategiya tuzib beraman. Bepulga, shaxsan o'zim. Bu strategiyani olish uchun pastda havola qoldirganmiz. Xuddi o'sha havolaning ustiga bosasiz va o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni to'ldiradigan bo'lsangiz, men siz haqingizda o'rganib chiqaman va bitta uchrashuvni belgilaymizda, men siz uchun individualniy strategiya tuzib beraman. Va bu orqali siz 3 oy ichida xoh tadbirkor bo'ling, xoh mutaxassis bo'ling, xoh o'zingizni boshqa yo'nalishda bo'ling, 3 oy ichida 10 mingta auditoriyani bemalol yig'a olasiz. Bu qiyin emas. Bu narsani eplasa bo'ladi. Bizni ko'plab ekspertlarimizda bu narsani tajriba qilib, o'zimizni boshimizdan o'tkazganmiz. Bemalol pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tsanglar, batafsil gaplashamiz.